Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ismim Aziz. Shu kompaniyani menejeri bo'laman. Savollaringiz bo'lsa murojaat qilishingiz mumkin. Ekskavator kerak edi. Ekskavatorlarimiz nalichida 85 talik bor, 95 talik bor. Kolyosli ekskavatorlarimiz 8 ta ballonlik, 85 taligimiz 50 kilovatlik, 4 portionli, 0,3 kuba oladi. Keyin lashadiniya sila ot kuchi 68 ot kuchi bo'ladi. Belkasiga yozilgan bo'ladi. Keyin 95 talik ekskavatorlarimiz 55 kilovatlik, 75 ot kuchi, 0,4 kubalik. Strelasi 7 metr. Lizing, рассрочка, bank kredit. Lizing bor, hammasi bor. Lizing, рассрочка, bank kredit. Bank kreditiga 30% bilan olib ketasiz, o'zingizning nomingizga chiqadi. Agar jismoniy shaxs bo'lsangiz, yattita ochasiz. Bu hammasi tez bo'ladi. 2-3 kun 2-3 ish kuni ichida olib ketasiz o'sha. O'zingiz nomingizga yattita ochasiz. Agar yubilitso bo'lsangiz, tez bo'ladi bu. Agar 100 millionim bor bo'lsa, lizingga ola olamanmi pogrушini? 100 million, даже 90 million bilan ham pogrушik olasiz. Bizda pogrушiklar 3 tonna, 2,5 tonna, 1 tonnalik pogrушiklarimiz bor. Грузоподъемность ko'tarishi shuncha tonna. 3 tonnani ko'taradi, 2 tonna, 2,5 tonna, 1 tonna oladigan pogrушiklar bor. 100 million, 90 million, eng kichkinasi 1 tonna ko'taradiganlarini 75 million bilan, 70 millionlar bilan ham olib ketasiz. Bir kunda ham olib chiqsa ham bo'ladimi? Bir kunda olib ketasiz. 2-3 soatda olib ketiladi o'zi. Aslida bitta pasportga ham olib ketasiz. Keyin firmaga oladigan bo'lsangiz, hamma texnikalarimiz NDS bilan 12% NDS qaytadi o'zlaringizga. Ekskavator olmoqchi bo'lsam, 200 million yetadimi boshlanish to'loviga bitta pasportga? 85 talik ekskavatorlarimizga 200 million bemalol yetadi. Bitta pasportga kelsangiz, ertalab kelsangiz, obedgacha olib ketasiz o'sha ekskavatorni. Keyin 95 talik kattaroq ekskavatorlarimiz bor. Ularga 240 million shunaqa ketadi boshida. U ham bir kunda hal qilamiz. Kelgan kuningiz texnikani olib ketasiz. Oshiqcha hujjatlarsiz, hamma narsa, dokumentatsiyani o'zimiz qilamiz. Sizdan kerak bo'ladigan narsa faqat bitta pasport, yubilitso bo'lsangiz 5-6 ta hujjat ketadi. Shu оборотkalarni ko'ramiz. Nima tashlab berasiz? O'zingiz kelishingiz shart emas. Hujjatlarni tashlab berasiz. Internetdan biz tekshiramiz. O'tsa tekshiruvdan значит kelib olib ketasiz sirati. Yana savollarim bor edi. Pogrushi 1.8 sizlarda bormi? 1.8 pogrушiklarimiz ham bor. XMG pogrушiklarimiz ham ulardan ham bor. 380 milliondan sal qimmatroqlari ham bor, arzonroqlari o'rtacha shu 380, boshiga 130 million bilan ularni ham olib ketishlaringiz mumkin. Lekin qimmat desangiz, o'shanga yaqin bo'lgan pogrушiklarimiz bor. 1.5 lik pogrушiklarimiz bor. U ham shu 3 tonna yuk ko'taradi. 1.8 da motori 92 kilovat, 1.5 da ham 92 kilovat motori. Hamma joyi bir xil, 125 ot kuchi bo'ladi. Lekin vaznida farqi bor. Nimasida farqi desangiz, 1.5 lik pogrушiklarimiz 7 tonna, 1.8 10 tonna bo'ladi. Keyin strelasi 1.5 baland, 1.8 dan 1.8 4 metr bo'lsa, bu 1.5 lik 420 bo'ladi. Ikkalasi ham 3 tonna ko'taradi. Tushunarli. Yana qanaqa savollaringiz bor? Garantiyalari bor. Garantiyalari 2000 motochas, 1 yil garantiya. Keyin hamma texnikamizga 100% gayka boltlarigacha shu yerda hammasi bor. Zapchastlari bor. Zapchaslari hammasi bor. Ne только bizda, boshqa joylarda ham zapchaslari hammasi bor. Katta rahmat.